Yuqori binoning ustida turib, pastda choqli qarovda birisi opsini ishtirib ketyapti do'stlar. Vafodorlik deganda qanday vaqtida yetkazamiz? Vafodorlik deganda qanday vaqtida yetkazamiz? Ashta choqli qarovga tushib qolgan chaqda dumbisidan ishtiribmi? Menimcha undaq emas. Har qanday bir kasalning yuz berishining oldida odamda kasallik badandagi bir alomati ko'riladi. Voy balam yerim og'riyotdi, bir yerim og'riyotdi degan vaqtida ba'zi vaqtida doktorxonaga opera olamiz, ba'zida operamaymiz. Ba'zida opasaqmi, uning bak yaxshi paqib ketishi, manfaat qilib ketishi natayin. Bu odam badani nima uchun hatto shu xil ahvollarga tushib qoladi desanglar do'stlar. Biz shu kichigidan boshlab diqqat qilmagandan shu bu. Menda bir nayt yaxshi bo'lgan bir mahsulot bor. Yillardan buyon bu mahsulotninki danqini anglab kelayotganlarmi bor, anglamayotganlarmi bor. Bugun sizlarga alohida bir yaxshi mahsulotni tavsiya qilishdim. Qo'limdagisi butkul mamlakat xarakterlik emas, balki butkul cho'nchi bo'yicha dunyo xarakterlik setilayotgan Vivanite mahsulotimiz. Tarkibi intayin sap bo'lgan materiallardan ishlangan. Hech qanday qalaymaqan tarkib qo'shilmagan. 18 yoshdan tuvan homildor ayollarning ishlatishiga mos kelmaydi. Uningdan boshqa har qanday odam iste'mol qilsa 2 soatdan keyin kindikning tuvan qismiga ta'sir qiladigan, ayollar turmushini yaxshilaydigan, qildan qon tomirlarini ochadigan, sunak o'tib ketgan sovuqni tatadigan, bo'libmi yurak qon tomir kasalliklari, uningdan boshqa diabet, qon besim, qon tomir to'silganga oid kasalliklarga alohida manfaat qiladigan yemeklik ijozatidagi bexatar yemeklik mahsuloti. To'g'ri emas, do'stlar. Mushu mahsulotni men setib olatdim, menga ehtiyojli deydi degan do'stlar oyimxonada gap qilinglar. Boshqa hech qanday yerda yo'q. Hatto bu mahsulotni izlab, o'sha ishlab chiqarilgan zavodgacha mahsulot shu Turkiyaning Malatiyada chiqadi. Shu zavodgacha izlab borganlarmi? Boshlig'ini shuning lobansini topolmasa, bu mumkin emas, buni og'li bo'lmaydi. Chunki bir yilda ishlab chiqarish miqdorining o'zi 40 ming yildan ortiq emas. Butkul dunyoga nisbatan bir yilda ishlab chiqarilishi. Shunga bak qism mahsulot bo'chu. Endi mening bu yer tavsiya qilib chiqib kelishining sababi nima desangiz, men mush mahsulotlar uchrashgandan buyon hozirgacha nachar inkas anglab boqmadim. Shuni sizlarga deb qo'yay deb chiqdim do'stlar. Ehtiyoji bor do'stlar ayrim gap qilinglar.